Bu kitobni o'qib bo'lganimdan keyin men Allohni yaxshi tanimas ekanman degan xulosaga kelib qolganman. Bu Ali ibn Jabr Fayfiydi, chunki sen Allohsan kitobi. Siz aynan bu kitobni o'qish orqali Allohni qanchalik buyuk ekanligini tanib olasiz va hayratga tushasiz. Va hayotimizda ro'y berayotgan hodisalar, voqealar, ishlar oddiy emasligini, unda qanaqadir mo'jiza yoki bir hikmat borligini aynan shu kitob orqali tushunib olasiz. Men ham sizga bu kitobni tavsiya bergan bo'lardim. Bu kitobni men o'zim 2 yil oldin o'qigandim. Juda ham meni ko'zimni ochgan kitoblar qatoridan eng oldi saflarda turadigan kitoblardan. O'tgan yili buni ikkinchi qismi ham chiqqan ekan. Men buni bu yil Ramazonda o'qidim. Bu birinchi kitobning davomi ekan. Juda ham qiziqarli bu ham. Bu ham sizga juda qattiq ta'sir qiladigan kitoblardan deb bemalol ayta olaman. Buni albatta birinchi, ikkinchi qismini o'qib chiqing. Buni 3-qismi ham chiqqan. Bu kitobning nomi chunki u Allohdir degan kitob. Bu o'tgan ikkita kitobni to'ldirilgan, ya'ni fikrlarni qo'shimcha to'ldirilgan qismi ekan. Buni ham albatta biz o'qib chiqishga harakat qilishimiz kerak. Men hali o'zim o'qimaganman, birgalikda o'qiymiz. Ushbu kitoblarga buyurtma berish uchun kommentariy qismida plus belgisini qoldiring va kitob haqida batafsil ma'lumot oling.